Zebur 41. Munajjat. Baxtlikdir g'ariblarning holidan xabar olg'uvchi, beshiga kun tushganda Parvardigor qutqizar uni. Hayotini saqlaydi. Qo'g'dab uni Parvardigor. Xudo ata qilgan zaminda yashaydi u baxtiyor. Raqiblarining mayliga tashlanmas uni zinhor. Saqsiz bo'lib, o'rin tutib yetib qolganida Parvardigor yo'lak bo'lib, quvvat berar uningga, shifolik berar kasal bo'lgan chog'larida. İltijo qildim Xudoga. Ey Parvardigor, shafqat qilib menga saqaytqin meni. Gunoh qilib qarshi chiqqan bo'lsam-mu sana. Rahimsiz düşmanlarim qarg'ar meni, tezroq o'lib u o'chsun nomi. Ulardan birarsi kelib yenimga yolg'on so'zlarni aytar menga. Ko'nglida to'plab men haqida g'ayvatni, yenimdan chiqibla yayar ularni xaloyiqqa. Men haqida pichirilishar menga o'shlar, ziyonkashlik qasdida mundoq deyishar. Yomon kasal chaplashibdi uningga. Yotgan o'rnidan turolmas u amdi asla. Hatto o'zim ishongan qadinas do'stimmu setivatdi meni osh tuzimni yeb turibmi. Ey Parvardigor, qilib menga shafqatingni turg'izg'aysan o'rnimdan meni. Shunda ulardan olalayman antimni. G'alaba qilg'izmiding ustimdan düşmanlarimni. Bildim shuningdan mendan xush ekanligingni. Diyonatlik bo'lgunim uchun yo'lak bo'lasan menga, mangu turg'izsan meni huzuringda. Matilar bo'lg'ay Parvardigorga, Isroillarni tanlagan Xudoga, mangudan manguga. Amin. Amin.